Salom, salom qizlar. Anchadan beri kutgan, uzoq kutilgan kompaniyamiz mahsuloti уже sotuvga chiqishni boshladi. Ya'ni laminatsiya effektini beruvchi gel qoshlarimizni juda ham zo'r salon protsedurasidan tashqari uy sharoitida ham bemalol qoshlarimizni laminatsiya qilishimiz mumkin. Hosil bilan buni sinab ko'ramiz. Juda ham zo'r qizlar. Shunaqangi menga yoqdi. Sizlarga ko'rsatishdan oldin уже men foydalangandim bundan. Eng asosiysi qoshda oq iz qoldirmas ekan va qoshingizni juda ham zo'r qilib beradi. Tarkibidagi kollagen va buni tarkibidagi vitamin qosh terisini namlaydi va yangi qosh chiqishini ta'minlab beradi va 24 soat davomida qoshingizni laminatsiyalangandek juda ham chiroyli qilib beradi. Qizajonlar, albatta foydalaninglar. Keyingi katalogdan xudo xolisa sotuvga chiqishni boshlaydi. Juda ham zo'r qizlar. Ochig'i o'zim bunaqa narsani, ya'ni tepaga ko'tarilgan qoshni yoqtirmas edim. Lekin mana shu mahsulotimizni ishlatganimizdan so'ng juda ham yoqib qoldi, chunki qoshni juda tekis qilib berar ekan va yana asosiysi qizlar qoshingizda bunaqa oq iz qoldirmas ekan. Juda ham zo'r. Qizlarjonlar, mana hozir ko'rsataman. Qoshlarimiz taralgan, tekis va yana qo'ygan mahsulotimizdan qoshlarimiz yana o'sadi. Chunki buni tarkibidagi vitamin juda ham zo'r effekt beruvchi. Maza qilib Faberlic kompaniyasini fiksatorlaridan qoshimiz uchun foydalanamiz.